Yaxşı emas o'qishmamda. Bismillah. Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz qarindoshlar, bugun Belgiyaningki cho'ng shaharlardan birisi bo'lgan Antwerpen degan shaharda yig'in qatnashuvchilari bilan oqshomda ko'rishib biz bir suhbat olib beryapmiz. Bugun yonimda o'tirgan akamiz Baxtiyor Bo'ri akamiz Avstraliyadan 24 soat aeroplanda uchib keldi. Yine eng uzun bir seferini geldi. Ve yanımızda o'tirgan yana bir akamiz bo'lsa, Abdullah bilisizlar, Belgiyadagi Uyg'ur jamoatininki boshlig'i, ya'ni tashkilot boshlig'i. Bugun nayt muhim bir ikki tema bo'lganligi uchun bu yerda yana ikkiranni ichishga biz majburmiz qarindoshlar. Bo'lib namoyish masalasi to'g'risida biroz o'zgarishlar bo'lib o'tadi. Buni cho'qim jamoatimizga deb qo'yishimiz kerak bo'lgan masalalarni sizlarga deyish uchun biz bu ikkiranni ochdik. İnşallah bu videomuz, bu sohbetimiz orqali dunyodagi bu 27-yillar bo'ladigan namoyishga albatta bütün kishilarga bu sohbetimizning yetib berishini umid qilamiz. Chunki bir qancha o'zgarishlar bo'ldi. Ish qilish jarayonida ba'zi xatoliklar, ba'zi ortiqchiliklar bo'lib turdi. Shuning uchun hozir men so'zni avval Abdullah efendimga bersam, bu namoyish masalasida bir qancha o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zgarishlarni inshaalloh namoyish kelayotgan, yo'lda kelayotgan va buningga tayyorlanayotgan qarindoshlarimizga buni hozir yetkazmoqchi. Assalomu alaykum Abdullah, ikramimizga xush keldingiz. Bugun biz Antwerpen shahrida siz bilan ko'rishdik, Allohning rahmati bilan. Bu namoyishda ba'zi bir o'zgarishlar bo'ldi, ba'zi plan o'zgarishlari bo'ldi. Hem yana jamoatga deb qo'ydigan ba'zi yangi fikrlar bor ekan. Chunki asos Belgiyadagi bu namoyishninki tuzilishi, bu yerdagi asos sahibxonasiz bu yerda va sizning orqangizdagi kishilar, jamoat asosan sizlarning qo'linglardan chiqadi bu qitimliq namoyishninki butun faoliyatlari. Uning uchun sizlarning og'zingizlarga ko'proq qaraymiz, ya'ni o'rinlashtirishinglarga. Shuning uchun bugun balkim bu namoyish to'g'risida eng oxirgi suhbatimiz bo'lib qolishi mumkin. Şun bir yerda muhim bo'lgan o'zgarishlarni va yangi plan proyektlar bo'lsa, hozir o'tirib qo'ysak, yaxshi bo'ladi deb qarayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Qarajim. Rahmat bu fursatni yaratib berganingizga. Birinchidan endi asosan namoyishga tayyorligimiz tugdi. Biz hammalarni bu yerga qarshi olganga tayyormiz. Biroz endi o'zgarishlar bo'ldi. Hajim degandek, o'zgarishlar o'chib qoldi. O'zgarishlarning nimasi endi bu tomoq masalasi. Tomoq masalasi biz 1000 kishilik nima issiq tomoq ashada taqdimiz degan to'q. U taqdirga bizga fursat bermadi, ham ruxsat bermadi. Yani tamak taqtidiganga Belgiya hukumat ruxsat bermadi. Bizga endi u tomoqni shu birinchi bizning nim qilganimiz, o'ylaganimiz endi shu cho'ng mechitda taqtal degan to'q u yerdan bo'lmadi, ruxsat qilmadi. Bundan keyin ko'pchilik bu markaz bo'lgandan keyin issiq tomoqni unchalar odamga taqtishga bizga shu ruxsatni olamiz. Masjid ruxsat bermadimi yoki? Masjidning o'zining ishiligin bermadi. Ular nima uchun bermaydi? Ular bexatarlikmi yo boshqa? Bexatarligimiz hozir mechitning o'zining ahvolimi, endi bizning u yerdagi mechit u shu Belgiyadagi islom dunyosining markazi deb hisoblanadi. Birinchidan, ikkinchidan u bir cho'ng mechit, 2000 odam qatadigan cho'ng mechit. Bu mechitning endi markazida joylashib olgandan keyin mana yerlik xalqlar, yerlik nimalar shu mechitga arz yozib, bu bizning nimamizni shahrimizni nima qiladi deb endi shuni yepishning o'rni sirtdan nima bisim shu sirtdan chiq bisim bor. O'zlari dedi biz ularga pulni to'laymiz deb baxtliq bunday deb baxtliq 2-3 qator kirdi qoldiga. Shu u endi tomoq masalasi kelganda ular qattiq turib oldi. Namoz o'tish uchun hech qanday nima yo'q. Marhamat namozini o'tganlarga, juma namozini o'tganlarga biz 1:40 da deb nima qaragandik nima bo'yicha. Biroq biz 2:30 2:40 da o'taymizlar, bemalol ulgurisizlar deb bizga dedi. Biroq da uningga agar unchalar odam kelsa, bizga xabar beringlar, biz yerlarni tayyor qilib qo'yamiz dedi. 1:20 2:00larga. 2:20 ga.
ikki yarim ikki yarimda yani jumadan keyin jumada uchun juma o'zini 2:30da biz boshlaymiz dedi. Nima bo'yicha shuning uchun yarim soat endi 2da sizlarning namoyish tugasa yarim soatda u yerga berib nima qilib taratib degandek juma 2 bilan tugamdi. yo'q 2:30da boshlaydi deydi. 2:30da boshlanadi ekan. Boshlaymiz dedi. 2:30 2:40da boshlaymiz. Shuning uchun sizlar ulgursizlar bemalol. Agar uni jumani biroz keyinga surish ehtimoli bo'lamdi ekan, bo'lmadi. Ya shungacha biz ularda bo'lsa taxmin yaxshi bo'ladi. Mening tushunchimcha mushu bizning namoyishimiz uchun asli 1:30da o'qiladigan namozni 2dan 45 minutga o'zgartirayotgan gap, shundaymi? Taxminan o'zgartiryapti yoki o'zgartmayapti shu namozning vaqti shumi ketadi? Namozning vaqti 1:40. 1:40 da tushundim. 1:40da nima qildi? Biroqda ular darrov o'qimaydi ku. Da'vat bor, yana nima shuning uchun ular dedi, endi sizlar uchun yana biz biroz so'zimiz 2:30 2:40gacha nima qilamiz. Agar uni ulgurmasanglar, keyin masjidga kirib o'tsanglar marhamat dedi. Uning turganda hech qanday nima yo'q dedi. Endi u namoz tarafdan hech qanday siqim yo'q, pesim yo'q, problem yo'q. Shu tamoq tarafdan bizning problemamiz bo'ldi. Ruxsat olamagandan keyin endi uni o'rinlashtirishni biz endi boshqacha qildik. Issiq tamoq emas, gamburger deymiz. Gamburger uni bizning o'zimizning shu tayyor tamoq Uyg'ur bizning qarindoshimiz mashada oshgan. O'zining nimasi, uning ham nimasi halol, sertifikat ham nimasi bor. Go'shtni qaynab qildi hepsi. Shu bal tayyorlaydi. Uningga endi biz 500 kishilik albatta bu nimaga jiqqa yetmaydi, u tayyor tamoq bo'lgandan keyin shu 500 kishilikka biz uni tayyor qildik. 500 kishilik tamoq tayyor bo'ldi. Tamoq bo'ldi. Uni suv hammasi yetdi. Suv hammasi yetdi. Suvdan qancha 3-4 ming bormi? 3-4 ming bor. O suvni hammasiga yetkazamiz. Uningda nima yo'q, problem yo'q. Endi tamoqni shu 500 kishilik qildik. 500 kishilik bo'lganda endi balalarga, ayollarga, cho'nglarimizga, jiroqdan kelgan mehmonlarimizga bu tamoqni beramiz. Uningda u tarafdan masala yo'q mana. Unda bo'lganda 500 kishilik tamoq Belgiyadagi sohibxon tashkilot bo'lgan Belgiya Uyg'ur jamoati tashkilot tarafidan bu tayyor 500 kishilik tamoq bor. Shu bizning jamoatning nomidan bu. Undaqda biz o'tgan qitimni deyishgan to'q. O vaqtida inshaalloh asosan hammalarga bir polo etib taqdirganga deyishgan, ammo hukumatning yo'l qo'ymasligi yoki sharoitning hatto shu jamininki tamoq taqitishda bo'lgan o'rinning yo'l ijozat olmaganligimiz uchun bu amaldan qilib hozir 500 kishilik tamoq shu yerda taqitdi. Nima uchun men bu so'zni takrorlayman degan vaqtda Norvegiya, Germaniya, Gollandiya, Avstraliya masalan har tarafdan kelgan bu yerda me'morlar bor emasmi? Bular buning tayyorlik bilan kelsin. Mas'ul uchun buni da'vatimiz. Shunga shaxsan men bu yerda deb qo'ysam qarindoshlarga tamoqlarni hozir ekelgan bo'lsa, ya'ni her davlatdan kelgan qarindoshlar bir o'z yigidek bir narsani o'zi olib kelgan bo'lsa degan bir tashabbusni shaxsan men o'tirib qo'yman. To'g'ri shu. Chunki namoyish 10da boshlandi, 2da tugaydi, 3 soatlik bir zamonda hamda bek aslida bek tamoqimjiq ehtiyoj bo'lib ketmaydi, ammo jiroq yerdan kelganlar cho'qim hamda tamoq biroz binasi yeb olsa, suv bilan tugsa bo'ldi. Suvning da masala yo'q, to'g'rimi? Suvning masala yo'q. Suv hammasiga yetadi. Suv haqsiz. Suv haq ham tamoq haqsiz. Tamoq haqsiz. 500 kishilik tamoq haqsiz, suv butunlay haqsiz. Jamoatning nomidan bizning Belgiya Uyg'ur jamoatining nomidan hammasi bo'ldi. Undaki namoz o'qish masalasimi jami hozir, hatto jamidagi namoz o'qishga imomlar shu jamininki boshqaruvchilari namozni keyiniga surib berishni o'ylashibdi. Alloh rozi bo'lsin deymiz, ularga ko'p duo qilamiz. Men yana bir narsani deb qo'ysam, yaqindan beri ba'zi xabarlarni anglayapmiz. Albatta bu namoyishni tashkillagan organ bor dunyoda-ku qarindoshlar. Namoyishni bir organ bu yerda qurultoy rahbarlari va shunga munosabatli yaqin turgan tashkilotlar va ba'zi shaxslar bunga jiddiy qo'l tiqib, prinsipal jihatda qoidalik, tuzumlik shaklda bir namoyish o'rinlashtirildi bu yerda bir qancha oydan beri. Ammo bu namoyishni buzish uchun Xitoyninki planliq harakat qilayotgan bo'lishi mumkinligimi bor bu yerda. Cho'qim biz buni nima qilmaymiz. Bu yerda xalqni qo'rqitib, ya unda bo'ldi, ya bunda bo'ldi demoqchi emasmiz. Faqat men ikki narsa angladim. Birisi bir qism yoshlarningki namoyishda tosh otish yoki qalayimqonchilik chiqarish degandek bir narsani deyilayotganligi. Buni angladim sirtdan. Ikkinchisi ishonchlik ma'lumot qargan vaqtida shu namoyishning shu juma vaqti bo'lgandilar, 1:30 bo'lgan vaqtida
jay namozini shu yerda silibla, shu yerda juma o'qiymiz deb turib oldigan bir guruhning o'tirib chiqadiganligini men ishonchlik bu yerdan angladim. Buni maxsus Xitoyninki planlayotganligini, Xitoy o'zining odamlarini ashada o'qing namozini debla Yevropa parlamentidek bir o'rinda parlamentning oldidek bir o'rinda bizning xalqimizni texim bular mana ko'midingmi, bular shu yo'lda ketib namoz o'qiydigan. Bular faqat shu radikal deb bundaq tushunchani paydo qilish uchun bundaq bir planni hazırlayotganligini bir yerdan angladik va bu ikkiranni ichib qarindoshlar dedikki, bu namoyish planliq, sistemalik o'rinlashtirilayotgan ma'lum bir organninki, tashkilotninki yo'li bo'yicha va buning kuch qatquchi, masalan, sohibxonlarninki, Bilgiya Uyg'ur jamoatidagi sohibxonlarninki tutuşu bilan bo'layotgan bir namoyish. Bunga kelib bizimiz yo'lda jay namoz soladigan, bizimiz kelib qo'limiz tashilib atadigan bundaq şekilde her qandaq bir şekilde biz qabul qilolmaymiz şahsen. Çünkü mescid hazır, imam hazır, cemaat hazır avval aslida bir türküm bir kısım kişilerin oturuğa çıkıp bir yerda men cuma o'qiyman deyişi bu biz uchun hech bir islomimizga, dinimizga, ittifoqligimizga, hatta bu tashkilotninki sistemalik o'rinlashtirayotgan bir namoyish axloqiga to'g'ri kelmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun shuni biz mishada jakolab qo'yamiz. Her qandaq bir şekilde namoyish qatnashuvchilar o'z bilgan qadamni, o'z bilgan sanamga desib, o'z bilgan bir ishni qilib, o'z bilgan bir şekilde harakat qilishiga ruxsat yo'q. Shunami? Sohibxonsizlar bu o'qi degan biz o'qi chekilmayapmiz buni. Bu cheklayotgan biz mashhadagi qonun. Bizga bergan namoyishga berilganda bizga har bir nima uchun shartlar bor. Qanday shartlarga biz undaq cho'ng namoyishni qilish uchun şu şartlarni biz hazırlash qilishimiz kerak. Shuning uchun u yerda hamma yeziliqda nima qilishga bo'ladi, nima qilishga bo'lmaydi. Shuning uchun bu nimalar albatta siz degandek u bizga bo'libmi bilan bo'lmaydi. O'z beshimiz bilan bo'lmaydi, bo'libmi bizning namoyishimizga salbiy bir ta'sir beradi. Shuning uchun biz endi maqsadimizga yetish uchun yaxshi shu hamma 5000 kishilik davatimiz bu ko'p odam, u har bir odam o'ziga nima bilan qilsa u terperan bo'lib ketadi, uni boshqaramay qolamiz. Shuning uchun bu shu birinchi qonun mashaning belgiyaning qonuniga ixlof qilmay, o'zimizning shu tayyorlab gruppasidan tayyorlangan bizning nimalarimiz bor. Tayyorlab gruppasida hammani har bir nimalarni yezib chiqqan shu sifatida o'tkazamiz. Shuning uchun hozirgi degan nimalarga men qo'shilmayman. Shuning uchun qolgan nimalar bo'lsa, qadimki har bir davlatda u birinchi namoyish emas, hamma yer namoyishlarni qilyotidi, bo'yotidi. Shuning uchun yaxshi chiroyli namoyishimizni o'tkazaylik. Ham tartibli bo'lsin. Yani şunu bunu alayida jiklab qo'yamiz. Har qanday bir shaxs, har qanday bir tashkilot, ya'ni mayli qurultay qarashli bo'lsin, mayli mustaqil tashkilotlar bo'lsin, namoyish axloqiga, namoyishning tuzilmasiga, namoyish prinsipiga qattiq diqqat qilish lozimki, bu zodi namoyish kuni sohibxon davlat, Bilgiyadagi Uyg'ur jamoati buning aydirumdan akirdigan men hozir so'rayman sizdan. Tamoq va yatak hatta namazlarning hammani bu o'rinlashtirilib bo'ldi. Bundaq avval aslida namoyishda namoyish shartlariga zid bir şekilde harakat qilishimiz albatta bu bizni cho'ng bir ziyon chiqib qilishi mumkin, u yerda urush talash chiqib qilishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerdan qarindoshlarimizga deb qo'ysak, namoyish kuni masjid hozir, hech qanday bir qarindoshimiz u parlamentning oldidagi yo'lda juma o'qiymiz, u qilamiz, bu qilamiz deyishi bu bizning namoyishimizga jiddiy bir şekilde ziyon olib keladi. Biz shaxsan biz buni deb qo'ymoqchi. Ikkinchidan zodi buni bu yer juma o'qimay namoyish qilamiz deyotgan ishim yo'q. Masjid hozir bo'lganligi uchun buni qarindoshlar, musulmon qarindoshlar hammaylar to'g'ri tushunib, bu namoz o'qiymiz desak buni cheklab degandir deb mandaq shaklda tushunib qolmanglar. Namoyishninki nimasiga, sistemasini, prinsipini buzmaylar. Men sizni hozir yana bu chunki nimadan Norvegiyadan bir qancha qarindoshimiz telefon ochdi, abayim menga. Bu bizning oldimizga chiqadigan odam bilan aloqalashamiz. Uni men bu şu tashkillanish haqida assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Sizlarga mana bu ustoz Tajalli hajimninki bu televiziya kanali orqali yana qayta bir ko'rishganligim
Yani şu namayışı bo'ladigan devlet Belgiyanın şu şehride oturup qaytib ko'rishganligidan xursandman. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu tashkil biz qarindoshlar men bunday bir gapni demoqchi. Bizning namoyish qilishimiz bu bir vatanni qurishninki dastlabki qadami. Biz tatqiz qo'ygan vatanni qaytarib olish uchun qaytarib olgandan keyin u vatanni bugungi dunyoga mos holda, tartibli holda, tuzumi bilan, qonuni bilan shunday bir go'zal bir vatan qurish uchun biz bugun qadamni boshlayapmiz. Buning uchun bugungi qadamimiz kelgusidagi biz qaytarib oladigan bir shunday zamonaviy, tartibli, qonunli bir vatanninki birinchi bosqichi bo'lgan ekan, birinchi bosqichimizmi tartibli bo'lishi kerak. Bo'lmog'i lozim. Bu shart bu. Tertip degan nima? Tertip degan birinchisi biz bu faoliyat qilayotgan davlatning qonunlariga bo'ysunish. Bularning ijozi bergan shart-sharoitning ichida harakat qilish. Ham shu millatni hurmatini qilish. Shuning bilan birga bu faoliyat o'zigidan bir osmondan tushib qolgan faoliyat emas. Bu tashkillik bo'lgan Dünya Uyghur Kurultayı ve şu Avrupa'daki, şu Belgiye'deki, şu Şarkı Türkistan'a ait teşkilatlarının ki birlikte teşkilligen bir faaliyeti. Demek faaliyetini teşkilatla, cemiyetle teşkilligen iken, xuddi o teşkilatlarının, cemiyetlerinin asas kanunları, tüzümleri boğuluğa okşaş, bu faaliyetlerin tüzümü buludu. Eğer siz bu teşkilatlar uyuşturan bu faaliyetke vatanimde, milletimde şu Xitayga olan narazılığınızı bildiriş için kilitkensiz sizin mi hareketleriniz teşkillik buluşu, muşu asas kanunlara, muşu tüzümlerine boysunu şart bilen katlaşmanız gerek. Eğer siz bu tüzümlerine, bu teşkilatların kaidelerine, bu devletin kanunlarına boysunmaydıkensiz en yaxşı bu katlaşmaksınız. Benim sizge bo'lgan tavsiyem şu. Rahmat, Allah razı olsun. Nimaga bu nimening miyesel az qoptu. Oyog'ida sizdan so'rasam, yana bu kelayotganlarni o'rinlashtirish masalasida aerodromdan akirib oladigan ishmi? Aerodromdan albatta hammasiga biz akilib qilolmaymiz, biroq da adam chiqarmiz hammaga. Adam bo'ladi, oldiga chiqib, tushuntirib, nimaga o'tirib, qanday berishni, uni aeroport bo'lsin, poyezd stansiya bo'lsin. Ikki aeroport bor ekan, qaysi? Ikkilisida bo'ladi. Ikkilisida adam bilan o'rlashtirdik. Uyg'ur bolalar. Hammasi o'zimizning Uyg'ur bolalari, Uyg'ur do'ppalarini kiyib, ularni oson tonishga, oson ko'rishga nima qilgan yosh bolalarimiz chiqdi oldiga. Shuning uchun qanday agar nima bo'lmasin, birinchi albatta Jiroqdan kelgan qarindoshlarimiz agar biletlarni endi vaqtcha ipolda qachon ipolmagan holatda bir kun burun kelsa albatta yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa atganligi soat 8gacha aeroportdan tushib bo'lish kerak. Bo'lmasa bu namoyishimizga kech qoladi. 8ga tushib bo'lish kerak. 8ga tushib bo'lish kerak. Agar soat 4 keldi desa 4da bizning bolalar turdi oldida. Kecha. Kecha bo'lsin, atganligi bo'lsin, tong atgani bo'lsin, qancha desa biz shunchada bolalarni chiqardan tayyor. Hozir bizning 24 soat desa 24 soat turamiz yani. Allah razı olsun. Allah hammamiz tayyor, uningga biroq da shu o'zining nimasini xabar qilish kerak-da birinchi. Boshqa yana sizlarningki qaytib qo'ydigan so'zlar bormi? Shu namoyishninki. Namoyishniki men bir nima qo'shib qo'yganim bor. Bizning akamiz mana Avstraliyadan kelib o'tirdi. 24 soat turaqli nima bilan samolyot bilan aeroplan bilan uchib keldi. Hamma shu Avstraliyadan bizga iqtisod agar kelamaganlar o'zining ko'ngilini avatganlar bor. Shu u yerdan bir 3 ana nomidan bir ham ishimiz bir hadimiz bir yana avatdi o'zlarining shularga ko'p rahmatimni bildirib keldim shu ekran oldida. Xudoyim bo'lsa inshaalloh avatgan yani dunyoning boshqa joylaridan yana buningga yordam qilayotganlar bor yani. Shu avatganimlaringlar xudoyim bo'lsa inshaalloh shu to'liq shu namoyishga ishtiroq etadi.
Allah razı olsun. Sizlerden Allah razı olsun. Bo'lib, yana namoyishdan keyingi o'rinlashtirishlar bormi masalan? Boshqa yani yig'in yoki boshqa. Ya namoyishdan keyin bir o'rinlashtirish qilaylik degan to'q shu u bo'lmay qoldi hozircha. Agar nima qilsa, shu masjidda o'tirib namozdan keyin qalaydan o'tirib, ya'ni 1-2 soat o'zimiz muzokara qilsak u bo'ladi. Buni bizning masjidga nimlar uni ruxsat berdi. Bo'ldi, Allah razı olsun. Sizning boshqa qaytib qo'yadigan so'zlar bormi? Benim ketip koyduğum sözlerimden nemisi kardeşimiz etti. Avustralya 73. Rahya'nın kardeşimizden geldik. Şunca Rahya'dan bu mesela Avustralya özdürmüş 127'de namayış buldu. Orlaştırıldı. Şu yerdeki katna suya katnasak mı avazımızın yetkizimiz. Siz necha soat tushib keldingiz shaga? Ben Sydney'den Dubai'ye 14-20 saat. Dubai aeroportta 8-20 saat küttüm ikinci aeroplanını. Dubai'den bu nimege Brussels'ka 7 saat. 7 saat. Şu yani 8-20 saat bayede. Ağırlıklı jirak 30 saat. Ağırlıklı jirak meselesi bu mesele bir yerde kalpte bir söygü oluş gerek. Maşallah. Eğer bir kalpte bir söygü olsa o özünün eriştiğin aşığı eriş için her kanda kıyınçılık, her kanda yol onun için adli bir iş. Ben nime için bir şekilde bu namaş katmışım ben. Ey kardeşlerim, ben bundak bir gepini sizlerle ortaklaşmakçıyım. Hem tavsiyelerim. Ben bir Müslüman, ben elhamdülillah. Vatanının kapırtın kaytır biliş, mücadele kılış, benimki men için periz. Shundoq. Farz ayin. He? Keçip qutlanmagan. Men bir Şərq Türkistanlıq. Bu zulümə qarşı duruş menimki qərz. Men bir insan. Bu zulümə qarşı haqni sözləş menimki insanlıq ən tüvən ölçək. Şunu bildiriş üçün özümün bir musulmanlıq ikənligindəki pərzini ada qilish. İkincisi Şərq Türkistanlıqdan ibaret boynumdaki qərzni ada qilish. Şunun bilan bir insoniyligimningki eng tuvan bir o'lchimini bir isbotlash uchun mishagga mujlamash qo'shildi. Allah razı olsun. Bo'ldi, rahmat. Bizningki ikki mehmonimiz bugun Bo'labmi Soyibxon qarindishimiz hammanglarni kutilish uchun dasturxonni ichib o'ltiribdi. Bir gapni qo'shib qo'yman. Ketishlar. Men 22 sayı yetib keldim. Shu tamamen aeroportga tushib, tamamen bugungacha Müşü Belgiye'deki kardeşlerimizin Allah razı olsun. Aeroportta kütüp aldı. Müşü yatakka geldi. Ben müşrikle katlaştım. Bizim tamaklarımız, bizim bütün kütüşlerimiz ben hoş oldum. Allah Teala işkilip hemimizni muşundak mihri akıbetiyle birleştirgemiz. Allah razı olsun. Rahmat. Aziz qarindoshlar, bizning imkoniyatimiz bo'lgan mushunchilik bo'lganlik uchun programmani mishada oyoqlashtiramiz. Balkim oldimizgi vaqtlarda yana dunyoning har qaysi joylaridan kelgan qarindoshlar bilan suhbat elib berishimiz mumkin. Ammo bugun eng muhim ikki narsani deb qo'ydik. Birisi tamoq masalasi, tamoq masalasining o'zgarganligi, ikkinchisi namoz o'qish masalasida diqqat qilishimizga loyiq tegishli narsani deb qo'ydik. İnşallah başka sizlerinin suallaringlar ve başka meseleler bu qasını aldığımızdaki sohbetlerde değilsek buludu. Hemmanlık Allah'a emanet. İnşallah yine bir kıtım ikramını açıkça. Aman bulunlar. Esselamu aleyküm. 27. görüşelim. Allah'a ekber. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm.